Salom yaxshilar. Mana bugun ikkinchi kuni. Mana zirani damlab ichishimda ikkinchi kuni. Bismillahirrohmanirrohim. Ichini tozalaydi. Shu bilan birgalikda ichini tozalagandan keyin qorinni yo'qotadi. Qorni bir ayollarga, qorni bir erkaklar o'shanda ichsa yaxshigina foyda qiladi. Mana bu qora zira. Osh yeb ustidan choy ichganday bo'lasiz. Yaxshi emasmi? Ertalabdan osh yegan ta'mi bo'lsa. Mana bu qora zira. Yo'q, zira ham deydi. Ko'ryapsizlar? Buyrak toshlarini tushiradi. Yana nima qiladi? Ichingiz damini, ko'zni chiqaradi. Bor ichingizdagi gaz quldur hammasi. Undan keyin bu o'pkani shunaqangi tozalaydiki, bronxiyalni astmalarni ichingizni qizdiradi. Ichingizdagi sovuqlikni, ichakdagi barcha narsani yo'qotib yuboradi. Sliz, ya'ni balg'amni pishirib, yo'tal orqali hammasini chiqarib yuboradi. Oddiygina qora zira. Tushundingizmi? Ichi shamollab o'tib ketgan bo'lsangiz ham.